Turgan pul bor edi. Shuni qanday qilib o'stirsam bo'ladi, ko'paytirsam bo'ladi degan obunachilarimiz uchun mana shu savollarga javob topildi mana. Akalar, hop 2 partiya qo'chqor kelgan, shuni videosini qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib turinglar. Xudo xolisa, qurbonlikka ham ozgina vaqt qoldi. Qurbonlikka tayyor bo'ladigan qo'chqorlar. Et boshlari o'ta semiz, yemini yeb turgan o'zi qo'chqorlar. Mana ko'ringlar akalar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Jasurbek Uz kanalining asosiy obunachilari va YouTube foydalanuvchilari. Mana shunday qo'chqor ishqibozlar. Akalar, qo'chqorlar o'ta udorlardan yetib keldi. Yemini yeb turgan 12 oylik, 13 oylik qo'chqorlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xohlasa bor ma'lumotni qo'ldan kelganicha beramiz. Semiz qo'chqorlar akalar. Qurbonlikgacha ushlab tursalar, zakonni foyda qiladi. Xudo xohlasa million foyda qilaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqa chiqishaveradi mana. Kishakka yaqin qo'chqorlar, yemini yeb turgan joyidan Qirg'izistondan kelgan qo'chqorlar, oldinroq kelib yemini yeb turgan qo'chqorlar ekan. Mashalloh, qo'chqorni qarang. Mana. Qulog'ini aksariyat qulog'i butun. Yosh oyligi 13-14 oylik qo'chqorlar ekan. Mana. O'ta semiz qo'chqorlar yemini yeb turgan. Shuni boqib million foyda qilaman degan obunachilarimiz bo'lsa, shuni tavsiya qilaman akalar. Mana turgan puldan foyda yo'q. Shuni olib boqsalaring, zo'r foyda qiladi. Oshiqcha pulim bor edi, maqsad pulni o'stirsam bo'ladi degan akalar bo'lsa, qurbonlikgacha shuni etini yo'qotmasdan ushlab turing, zakonni foyda qilaveradi ekan. Qo'chqorlar o'ta go'zal qo'chqorlar. Mashalloh, turishdi qarang. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar yaxshilab. Yosh oyligini aytdik. Endi manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. O'zimizning xonadonda o'zimizning video syom kanali boryapmiz. 2 partiya qo'chqorni videosini sizlarga chiqazamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga yangi mehmonlar bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lish tugmasini ham bosib esdan chiqmasin. Mana. Hop, akalar, bularni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 tasini bir joyda olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, 5 million, 48, 47 lar yo'q narx. Hammasini bir joyda olaman degan obunachimiz 4 million 600 ming so'mdan sotiladi. Aloqa chiqaveradi. 4 million 600 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha ketaveradi. Qo'chqorlar yirik qo'chqorlar akalar, yemini yeb turgan semiz qo'chqorlar. Tirik veska ham gaplashaveramiz. Tirik vazimga ham sotilaveradi. Aloqa chiqaveringlar, tirik veska ham kelishilaveradi. Akalar, bu birinchi partiyamiz, ikkinchi partiyaga buni qoralaridan bor. Bu qoralarini ko'ramiz. Qoralarni chiqazamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, xudo xolasa. Qo'chqorlar zo'r qo'chqorlar. Videoni ko'rganlarga arziydi. Ash qo'chqorlarni akalar shu qurbonlikgacha ushlab tursalaring, ash etini yo'qotmasa ham million foyda qilaverasizlar. Javob. Mana. Qo'llar qaranglar, jonivorlar. Inshaalloh. Ikkinchi partiyaga navbat beramiz. Shu qoralari bor akalar. Ikkinchi partiyada o'ta qoralarni. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, xudo xolasa. Ikkinchi partiyaga navbat beramiz. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyaga va'da qilingan qora kashtallaridan mana. Suyali et semiz qo'chqorlar. Shu qurbonlikka boqib pulni ko'paytiraman degan obunachilarimiz uchun mana shu qo'chqorlar tavsiya qilaman. O'zi mana shu etini yo'qotmay tursa ham qo'ylar zo'r foyda qilaveradi akalar. Mana. Ko'ringlar, zo'r qo'chqorlar. Etlari semiz. Shishakka yaqin qo'chqorlar. Quruqlikka ham bo'laveradi. Mana qo'ydi qarang, mashalloh. Ishi ham zo'r narsa ekan. Mana bu narsani qarang akalar. Bular hammasi go'zal ekan. Tikka dumba bir osilgan, solib qolibsi yo'q. Qoralar, qora kashtanlar. Mashalloh. Qo'y. Yemini yeb turgan qo'ylar, hammasi sog'lom. Yeb ichishga bir hafta 10 kun sinov muddati bor.
Eng kichigini ham eti var semiz akalar. Bularni ham narxi bir joyda olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, buni narx soni 9 ta, narxi 4,5 million so'mdan qilib beriladi. Bosib o'radigan joyi, shuni oling. 4,5 million so'mdan qilib beriladi. Kiloga olaman degan akalarimizni kiloga ham kelishaveramiz. Tirik vaznga ham kelishaveramiz, aloqasi qo'rasida. Semiz qo'chqorlar akalar. Yemini yeb turgan baliq qo'chqorlar. Maşallah, qo'chqorlar qaranglar. Kelar videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammaning chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosiz, esdan chiqmasin ekan. Videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammaning chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Akalar narxi 4,5 million so'mdan aloqa chiqaverasizlar. Bunaqa qo'zilarni akalar 5 million, 5,5 million deb yuborishyapti. To'g'risiga. 5 million, 5,5 million narx aytib yuborishyapti mana qo'sh. 4,5 million so'mdan Realni olaman degan obunachilarimiz aloqa chiqaveringlar. 4,5 million so'm. 4,5 milliondan dastlabki qilib yetkazib olib borib beriladi. Tanlab olishga ham kelishamiz. Bitta, ikkita olaman degan akalarimiz bo'lsa, ham aloqa chiqaveringlar. Xudo xolasa ishlarini bitirib yetkazib olib borib beriladi. Hammaning chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Keyingi video so'ngida ko'rishguncha salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa qo'chqorlar ko'p.